Endilikda tovarlarning bojxona qiymatini aniqlashda imtiyozlar yoki maxsus bojxona rasmiylashtiruvi tartiblari, jumladan muayyan aniqlash usullarini qo'llashga yo'l qo'yilmaydi. Shuningdek, xavf darajasi yuqori bo'lgan mahsulotlarni majburiy davlat ro'yxatidan o'tkazish tartibi bekor qilinib, ularga muvofiqlik to'g'risidagi deklaratsiya rasmiylashtirish tartibi joriy etiladi. Bu 18-aprelda qabul qilingan prezident farmonida aks etgan. Farmon bilan shuningdek 2025-yil 1-maydan boshlab muvofiqlik deklaratsiyasini sertifikatlashtirish organlarida ro'yxatdan o'tkazish tartibi bekor qilinadi hamda ularni shakllantirish va hisobga olish, texnik tartibga solish axborot tizimi orqali amalga oshiriladi. 2025-yil 1-oktyabrdan O'zbekiston hududiga olib kiriladigan xushbo'ylashtiruvchi yoki rang beruvchi qo'shimchalarsiz oq shakarga nisbatan aksiz solig'i bekor qilinadi. 20 va undan ortiq ishchisi mavjud bo'lgan yuridik shaxslarga mol-mulk va yer soliqlari hamda ijara to'lovlari bo'yicha hisoblangan soliq summalarini 2025-yil 15-iyulda va 1-dekabrda bo'lib to'lanishiga ruxsat beriladi.